Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi. Bu xabar faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin orada pensiyaga chiqadiganlarga. Ota-onasi pensiyada bo'lgan farzandlarga, nogironlik pensiyasi oladiganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya qayta hisoblanganda kimning puli oshadi? Kimniki o'zgarmaydi? Kim hujjat topshirishi kerak? Kim esa kutib o'tirmasdan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak? Mana shu savollar juda ko'p odamlarni qiynayapti. Men bugun bu masalani oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi shundaki, ayrim fuqarolar pensiyasi o'z-o'zidan oshadi deb kutib yuradi, lekin aslida hujjat topshirmasa, qayta hisoblash amalga oshmasligi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizga yoki oilangizdagi yaqin insonlarga real pul bo'lib qaytadi. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik buni pensiyaning umumiy o'shilishi bilan adashtiradi. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga indeksatsiya qilinsa, ya'ni hammaga bir xil tartibda o'shirilsa, bu umumiy o'shirish hisoblanadi. Qayta hisoblash esa boshqa masala. Qayta hisoblashda aniq bir fuqaroning pensiya huquqi qaytadan ko'rib chiqiladi. Uning ish staji, ish haqi, yangi taqdim etilgan hujjatlari, imtiyozli davrlari. Qaror yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar hisobga olinadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda fuqaro pensiyaga chiqqan paytda qanday hujjat topshirgan bo'lsa, pensiya o'sha hujjatlar asosida tayinlangan. Keyinroq odam arxivdan qo'shimcha ish staji topib kelsa yoki ilgari hisobga olinmagan ish haqi ma'lumotnomasi chiqsa, u murojaat qilgandan keyingina pensiyasi qayta ko'rib chiqilgan. Ya'ni tizim fuqaroni o'zi izlab, sizda yana 3 yil staj bor ekan, pensiyangizni oshirib beramiz deb har doim ham avtomatik qilmagan. Shu sababli ko'p odamlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan yuqoriroq pensiyani olmasdan kelgan. Endi esa 1 avgustdan qayta hisoblash masalasi muhokama qilinayotganda eng muhim savol shuki, bu qayta hisoblash kimlarga taalluqli bo'ladi? Men buni 3 ta asosiy guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyasi avtomatik ravishda qayta ko'rilishi mumkin bo'lganlar. Ikkinchi guruh albatta murojaat qilish kerak bo'lganlar. Uchinchi guruh hozircha xavotirga tushmasa ham bo'ladiganlar. Chunki ularning pensiyasiga bu o'zgarish bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Birinchi navbatda ish staji masalasi. Pensiya miqdorida eng asosiy omillardan biri bu fuqaroning umumiy mehnat stajidir. Agar siz pensiyaga chiqqan vaqtingizda 25 yil staj ko'rsatilgan bo'lsa, lekin keyinchalik arxivdan yana 4 yil ishlaganingiz tasdiqlansa, bu pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Masalan, bir ayol 1990 yildan 1996 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanda faqat 1993 yildan 1996 yilgacha bo'lgan davri topilgan. Keyinroq arxivdan qolgan 3 yil ham tasdiqlansa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Bu yerda muhim jihat bor. Har bir qo'shimcha yil pensiyani bir xil miqdorda oshiradi deb o'ylash noto'g'ri. Pensiya formulasi murakkabroq. Unda bazaviy miqdor, ish haqi, staj, pensiya turi, qonunchilikdagi cheklovlar va boshqa omillar hisobga olinadi. Lekin umumiy qoida shuki, tasdiqlangan staj qanchalik to'liq bo'lsa, pensiya huquqi shunchalik aniq hisoblanadi. Agar oldin staj kam ko'rsatilgan bo'lsa, qayta hisoblash natijasida pensiya oshishi ehtimoli bor. Ikkinchi muhim masala ish haqi ma'lumotlari. Pensiya tayinlashda faqat necha yil ishlaganingiz emas, o'sha davrda qancha ish haqi olganingiz ham ahamiyatli. Masalan, ikki fuqaroning ikkalasida ham 30 yil staj bor. Birinchisi ko'p yillar past ish haqi bilan ishlagan, ikkinchisi esa yuqori maosh olgan korxonada ishlagan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Agar pensiyaga chiqishda yuqori maoshli hisobga olinmagan bo'lsa, keyinchalik o'sha davrlar bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, pensiyani qayta hisoblash mumkin. Oddiy misol keltiraman. Akmal aka 2005 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda uning 1990 yillardagi yaxshi maosh olgan davri bo'yicha hujjat topilmagan. Pensiya pastroq maoshlar asosida hisoblangan. 2024 yilda o'g'li arxivga murojaat qilib, otasining o'sha yillardagi ish haqi ma'lumotnomasini oladi. Agar ma'lumotlar qonuniy tasdiqlansa, Akmal akaning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu o'zgarish ba'zan 1000 so'm, ba'zan 1000 so'm, ba'zan undan ham ko'proq farq berishi mumkin. Hammasi aniq hisob-kitobga bog'liq.
Uchinchi masala pensiyadan keyin ishlash. Ko'p pensionerlar pensiya chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Savol. Ishlayotgan pensionerning keyingi ishlagan yillari pensiyaga qo'shiladimi? Bu savolga javob shunday. Ayrim holatlarda pensiyadan keyingi mehnat faoliyati qayta hisoblashga sabab bo'lishi mumkin, lekin buning tartibi va shartlari bor. Ya'ni fuqaro ishladim, demak avtomatik ravishda har oy pensiyam oshadi deb tushunmasligi kerak. Rasmiy ish, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlar, mehnat faoliyati haqidagi yozuvlar, elektron mehnat daftarchasidagi holat muhim. Masalan, 62 yoshli Salim aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil maktabda qorovul bo'lib ishladi. Ish joyi uni rasmiy xodim sifatida yuritgan, maosh rasmiy to'langan. Shunda u keyinchalik murojaat qilib, shu davrni pensiya qayta hisobida inobatga olishni so'rashi mumkin. Lekin agar odam norasmiy ishlagan bo'lsa, qo'lga pul olgan bo'lsa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyada bo'lsangiz ham ishlayotgan joyingiz sizni rasmiylashtirganini tekshiring. 4-masala nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi bo'yicha qayta hisoblashda nogironlik guruhi, staj oldingi ish haqi, tibbiy mehnat ekspertiza xulosalari va boshqa hujjatlar muhim. Agar fuqaroning nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, masalan, 3-guruhdan 2-guruhga o'tgan bo'lsa, bu to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu jarayon avtomatik bo'lsa ham hujjatlarning tizimga to'g'ri tushgani juda muhim. Tibbiy xulosa bor. Lekin pensiya jamg'armasida yangilanmagan bo'lsa, fuqaro kutib yurmasligi kerak. 5-masala boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu yerda oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni, bolalarning yoshi, o'qishi, boquvchining staji va ish haqi muhim bo'ladi. Masalan, ota vafot etgan, 2 nafar farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda. Keyin katta farzand oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirsa, ayrim holatlarda uning pensiya olish huquqi davom etishi mumkin. Lekin hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Eng birinchi xavotir olishi kerak bo'lganlar. Pensiyaga chiqqan paytda hujjatlari to'liq bo'lmagan fuqarolar. Masalan, mehnat daftarchasida muhr yaxshi ko'rinmagan, korxona nomi o'zgargan, arxiv yopilgan, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan, ayrim yillar hisobga olinmagan. Bunday odamlar 1 avgustdan keyingi qayta hisoblash jarayonida albatta o'z hujjatlarini qayta tekshirtirish kerak. Chunki eng ko'p pul yo'qotayotganlar aynan shular bo'lishi mumkin. 2-guruh Sovet davrida yoki 1990-yillar boshida turli korxonalarda ishlaganlar. Bu davrdagi hujjatlar ko'pincha arxivlarda tarqoq holatda bo'ladi. Korxona tugatilgan bo'lishi mumkin, nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar tuman yoki viloyat arxivida saqlanishi mumkin. Agar siz yoki ota-onangiz zavodda, kolxozda, sovxozda, qurilish tashkilotida, savdo bazasida, tikuvchilik fabrikasida, tibbiyot yoki ta'lim muassasasida ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrlar to'liq hisobga olingani tekshirtirish kerak. 3-guruh ko'p bola tarbiyalagan ayollar. Ayrim holatlarda bolani parvarish qilish davrlari, dekret ta'tillari, qonunchilikda belgilangan chegaralar doirasida stajga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda nozik masala. Chunki hamma bola parvarishi davri cheksiz ravishda stajga qo'shiladi deb tushunish xato. Qaysi davr, qancha muddat, qaysi hujjat asosida hisobga olinishi aniq tartib bilan belgilanadi. Shuning uchun ko'p farzandli onalar pensiya hisobida bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqda hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlaganlar, ular pensiyasi qayta hisoblanishi mumkinmi deb albatta tekshirtirish kerak. Lekin yana takrorlayman. Ishlaganman deyish yetarli emas, rasmiy iz bo'lishi kerak. Elektron mehnat daftarchasida yozuv bormi? Ish beruvchi ma'lumotlarni topshirganmi? Ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlar ko'rinadimi? Mana shular ahamiyatli. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ma'lumotlar elektron bazada to'liq bo'lsa, ish staji va ish haqi hujjatlari aniq bo'lsa, sizda qo'shimcha arxiv hujjati, yangi ish haqi ma'lumoti yoki huquqingizni o'zgartiradigan yangi asos bo'lmasa, pensiyangizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bu yomon xabar emas. Bu shunchaki sizning pensiyangiz avvaldan to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Yana bir holat, ayrim fuqarolar pensiya eng kam miqdordan oshiriladi. Demak, hammaga bir xil qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida har xil turdagi to'lovlar bor.
yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar. Har birining tartibi boshqa. Bir toifadagi o'zgarish boshqa toifaga avtomatik tatbiq etilmasligi mumkin. Shuning uchun televizorda yoki ijtimoiy tarmoqlarda eshitgan raqamni o'zingizga darhol qo'llab hisoblamang. Birinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham orqaga qarab katta pul to'lanadi degani emas. Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Men 5 yil oldin hujjat topmagan ekanman. Endi topsam menga 5 yilning farqi birdan beriladi. Amalda esa qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanishi alohida tartibga bog'liq. Ko'pincha fuqaro murojaat qilgan sana, hujjat topshirilgan sana yoki qonunchilikda belgilangan sana muhim bo'ladi. Shuning uchun hujjatni bugun topshirish bilan 1 yil keyin topshirish bir xil natija bermasligi mumkin. Ikkinchi nozik shart arxiv ma'lumotnomasi sifati. Arxivdan kelgan qog'ozda faqat ism va familiya bo'lishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Buyruq raqami, ish haqi summalari, korxona nomi, arxiv fondi, ro'yxat va yig'majil raqamlari aniq ko'rsatilsa, hujjat kuchliroq bo'ladi. Agar familiyangiz turmush qurgandan keyin o'zgargan bo'lsa, arxivdagi eski familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya bog'lanishi kerak. Buning uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Tug'ilgan sana boshqacha tushgan bo'ladi. Ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Bunday xatolar oddiy ko'rinsa ham pensiya hisobida katta muammo tug'diradi. Fuqaro bunday vaziyatda ish joyi, arxiv sud tartibi yoki boshqa qonuniy yo'l bilan o'sha davrni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat. Norasmiy daromad pensiyani oshirmaydi. Ko'p odamlar yillar davomida yaxshi pul topgan, lekin rasmiy maoshi juda kam ko'rsatilgan. Pensiya hisobida esa odatda rasmiy hujjatlar asosiy rol o'ynaydi. Masalan, odam bozorda savdo qilgan, ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bu daromadni pensiya hisobiga qo'shish qiyin. Shuning uchun yoshlar ham bu mavzudan xulosa qilish kerak. Bugungi norasmiy ish ertangi pensiyada kamroq pul degani bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Hamma oshirish bir kunda plastik kartaga tushmaydi. Agar 1-avgustdan qayta hisoblash boshlansa yoki kuchga kirsa, bu hamma fuqaroning pensiyasi aynan o'sha kuni ertalab oshgan holda tushadi degani emas. Tizimda ma'lumotlarni tekshirish, hujjatlarni qabul qilish, hisob-kitob qilish, to'lov ro'yxatlarini yangilash jarayonlari bor. Ayrimlar 1-oyda, ayrimlar keyingi to'lov davrida o'zgarishni ko'rishi mumkin. Lekin bu jarayon cho'zilsa, fuqaro jim turmasligi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, hozirgi pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari, pasport yoki ID karta, stir, JSSHIR, plastik karta ma'lumotlari bo'lishi kerak. Agar bu hujjatlar uyda tartibsiz yotgan bo'lsa, alohida papkaga soling. Chunki pensiya jamg'armasiga borganda bir hujjat yetishmasa, ish cho'ziladi. Ikkinchi qadam, ish stajingizni qog'ozda yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona hozir bormi yoki yo'qmi taxminan yozing. Masalan, 1952-1960 yillar tikuv fabrikasi, 1994 yillar maktab, 1985-2001 yillar tuman savdo bo'limi. Shunday ro'yxat tuzsangiz, qaysi davr pensiya hisobiga kirmay qolganini aniqlash oson bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy qilib shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyamni qayta hisoblash uchun ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, ularni arizaga ilova qiling. Ariza qabul qilingan sanani, ro'yxat raqamini, mas'ul xodimning javobini albatta yozib oling. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga so'rov yuborish kerak. So'rovda to'liq ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan korxona nomi, taxminiy yillar, lavozim, o'sha paytdagi familiya ko'rsatadi. Agar ayol kishi turmushdan oldingi familiyasi bilan ishlagan bo'lsa, aynan o'sha familiyani ham yozish kerak. Arxiv javobi kelguncha vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun bu ishni kechiktirmang. 5-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi.
my.gov.uz orqali ayrim xizmatlardan foydalanish, mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tekshirish, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot olish mumkin. Agar elektron bazada ish joyingiz ko'rinmasa, lekin sizda qog'oz hujjat bo'lsa, uni tizimga kiritish masalasini ko'taring. 6-qadam, javobni og'zaki emas yozma oling. Bu juda muhim. Ba'zan fuqaro boradi, xodim unga og'zaki aytadi, sizga oshmaydi, hujjatingiz yetmaydi. Keyin keling, fuqaro ham qaytib ketadi. Men ekspert sifatida aytaman. Muhim masalada yozma javob talab qiling. Agar rad etilsa, nima sababdan rad etilgani yozilishi kerak. Shunda siz keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki zarurat bo'lsa, sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. 7-qadam, hisob kitobni solishtiring. Agar pensiyangiz qayta hisoblangan bo'lsa, yangi miqdor nima asosida chiqqanini so'rang. Qaysi staj qo'shildi, qaysi ish haqi olindi, qaysi davr inobatga olinmadi. Bularni bilish sizning huquqingiz. Chunki ba'zan bitta yilning tushib qolishi ham kelajakda har oy kamroq pensiya olishingizga sabab bo'ladi. Real hayotdan yana bir misol beraman. Dilbar opa 28 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga 24 yil staj hisoblangan. U aslida 29 yil ishlaganini biladi. Lekin 5 yillik kolxoz davri hujjati topilmagan. O'g'li arxivga murojaat qiladi. Eski buyruq kitoblardan Dilbar opaning ismi chiqadi. Hujjat pensiya jamg'armasiga topshiriladi. Qayta hisob kitobdan keyin uning pensiyasi oyiga 20 ming so'mga oshadi. Kimdir uchun bu kam ko'rinishi mumkin, lekin bir yilda 1 million 1 ming so'm bo'ladi. Pensiya oluvchi odam uchun bu dori darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajati sezilarli yordam. Yana bir misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil rasmiy haydovchi bo'lib ishlagan. U ishlagan joy hujjatlarini to'g'ri topshirgan deb o'ylagan. Tekshirsa, elektron bazada faqat 2 yil ko'rinadi. Qolgan 2 yil bo'yicha ish beruvchi ma'lumotlarni to'liq kiritmagan. Rustam aka ish beruvchiga murojaat qiladi, ma'lumotlar tuzatiladi. Keyin pensiya qayta hisoblash uchun ariza beradi. Bu yerda saboq shuki, xato har doim pensiya jamg'armasida bo'lmasligi mumkin. Ish beruvchi bergan ma'lumotlarda ham muammo bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Malika opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandi kollejdan keyin oliy o'quv yurtining kunduzgi bo'limiga kiradi. Oila o'qish ma'lumotnomasini vaqtida topshirmaydi. Natijada to'lovda uzilish bo'ladi. Keyin hujjat topshirib tiklashga harakat qiladi, lekin vaqt yo'qotiladi. Shuning uchun farzand o'qiyotgan bo'lsa, har o'quv yilida kerakli ma'lumotnomalarni oldindan tayyorlash kerak. Eng katta xato ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonib, aniq tekshirmasdan xulosa qilish. Kimdir hammaga 500 ming so'mdan qo'shilar ekan deydi. Kimdir faqat 1991 yilgacha ishlaganlarga oshar ekan deydi. Yana kimdir ariza bermasangiz umuman olmaysiz deydi. Bunday gaplarning hammasi ham to'g'ri bo'lavermaydi. Siz rasmiy manba, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki qonunchilik hujjatlari asosida ish tuting. Ikkinchi xato, hujjatni birovga berib yuborish. Asl hujjatlaringizni ehtiyot qiling. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlarning asl nusxasi juda muhim. Kerak bo'lsa nusxa oling, tasdiqlating, lekin aslini yo'qotmang. Ayniqsa, eski hujjatlarni qayta tiklash har doim ham oson emas. Uchinchi xato, mening pensiyam baribir oshmaydi deb oldindan taslim bo'lish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 10 yil davomida past pensiya olib yuradi. Keyin bitta arxiv hujjati topiladi va pensiya sezilarli oshadi. Albatta hammada ham shunday bo'lmaydi. Lekin tekshirtirmagan odam o'z huquqini bilmaydi. Bilmagan huquq esa ko'pincha ishlatilmay qoladi. 4-xato, boshqa odamning pensiyasi bilan o'zingiznikini solishtirish. Qo'shningiz sizdan ko'proq pensiya olsa, bu darhol adolatsizlik degani emas. Uning staji ko'proq bo'lishi, ish haqi yuqoriroq bo'lishi, imtiyozli davri bo'lishi, boshqa turdagi qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Lekin farq juda katta bo'lsa va siz hujjatlaringiz to'liq hisobga olinganiga shubha qilsangiz, albatta tekshirtiring. Demak, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash mavzusida eng muhim xulosa shuki, bu masala hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdadir pensiya avtomatik tartibda o'zgarishi mumkin, kimdir esa qo'shimcha hujjat topshirsa oshirishga erishishi mumkin. Yana kimdadir hujjatlar to'liq bo'lgani uchun katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Eng asosiysi, siz o'z ish stajingizni, ish haqi ma'lumotlaringizni, pensiya turini va hujjatlaringiz to'liqligini tekshirtirishingiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman.
Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga jamlang, ishlagan davrlaringizni yozib chiqing. Yetishmayotgan yillar bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish oling. Bu ish bir oz vaqt oladi, lekin natijada har oy olinadigan pensiya oshsa, bu mehnat o'zini oqlaydi. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizning yoki ota-onangizning pensiyasi qayta hisoblanganmi? Oshganmi? Qaysi hujjat talab qilingan? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.